shu men o'zim yotgan bansada shu xirurgiyada kesamiz dedi-da. Men buni kestirganlarni ko'rdim. Qo'rqqanimdan qochib chiqib ketdim-da. Biz şurasına gireceğiz noktasına karasayısına prosesler çötkü öttürttü. Yaxşı prosesler tiklandi. Ona girecek o vakit prosesi yok idi. Doğru mu? Asosan doktor qaytalanmaydimi deb. To'liq tozalab olib tashlanadi. To'liq tozalab olib tashlanadi. İçerigacha kirib bordi. Hozir lekin mana shu joylar yana chandiq bo'lib to'ladi. Joyga ketadi. 2 oy, 2,5 oy to'liq o'tadi ichkari. Bundan keyin yana boshqa muhtalardan qaytalanish mumkin. Bu qaytalanish bemorga o'ziga ham bog'liq emas. Endi ko'proq o'ziga bog'liq, shifokorga ham bog'liq emas. Og'ir jismoniy mehnatlar, noto'g'ri harakatlar qaytalanishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Mana kecha bemorimiz 1991-yilda juda katta grijasi bor edi, o'ng oyog'ini qisib qolgan edi. Kecha olib tashladik biportal endoskopiya bo'yicha. Mana bugun ertalab 9 yurgizib, ertalabdan beri yuryapsan. Bellar qo'yishlarni taqib yurgizdik. O'sha Navoiy viloyatidan ancha og'ir mehnat qilgan, shuning uchun chiqib ketgan grijasi ancha davolangan. O'ng oyoqda og'riq kuchlida, men uchun juda kuchli. Uyushlar ham boshlanayotgan. Hozir uyushlar yo'q-a? Yo'q. Chunki uyushlar yo'q. Bemorning oyoqda og'riqlar ham operatsiyadan keyin, ya'ni endoskopiyadan keyin ertasi kun umuman og'riq bo'lmaydi. Faqat belida oz-oz sim-sim og'riq bo'ladi. Endi grijasini to'liq tozalab olib tashladik. Videoda ko'rsangiz ham to'liq ichkarigacha tozalab olingan. Endi 1 oy, 1,5 oy avaylaysiz, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz. Shu. Qanday o'zingiz mana? Yo'q, yaxshi, xudoga shukr. Juda og'ir ahvolda keldim. Og'ir juda qattiq bo'lgandi. Shu kabinetimizda shu o'zim qo'rqib qoldim. Sostaniyasida. Shu bo'ldi. Xonangizda oldida bir xona bor ekan-ku, shu ikkita kira o'sha yerga yotib turib shu. Tur yur desam yura olmasdim. Tur yur desam yura olmasdim. Ancha qiynaldingiz. Qancha boshlanganiga qancha bo'ldi shu? 30 sentyabrdan bo'lgan shu. Sentyabr bo'lsa, sentyabr, oktyabr. Sentyabrda 10-lariga boshladi. 2 oy davomida necha marta davolandingiz? 3 marta davolandim. 3 marta davolandingiz, ha? Xirurgiya ham yotib chiqdim. Qo'rqqanimdan qochib chiqdim. Operatsiyadan hamma qo'rqadi-da. Qo'rqardim-da boshida. Shu men o'zim yotgan bansada shu xirurgiyada kesamiz dedi-da. Men buni kestirganlarni ko'rdim. Qo'rqqanimdan qochib chiqib ketdim-da.